Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Men Farg'ona shahar hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Haydarov G'iyosjon Umarovichman. Farg'ona shahrida joriy yilning o'tgan 8 oy davomida shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, tadbirkorlikni yanada qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga to'xtalmoqchiman. 2025-yilning yanvar-avgust oylari mobaynida Farg'ona shahrida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 7.9 trillion so'mni tashkil qilib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 102.7% ga o'sishni ta'minladi. Xizmat ko'rsatish sohasida jami ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 6.9 trillion so'mni tashkil qilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 118% ga o'sishni ta'minladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash borasida shaharda tizimli ishlar amalga oshirildi. Qariyb 2,5 mingta yangi tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lsa, shundan 900 ga yaqini yuridik korxonalar hamda 1600 tasi yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilmoqda. 3962 ta mikro loyihalarga 158.7 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratildi. Jumladan, oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 1366 ta holatda 27.4 milliard so'm, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 301 ta holatda 37 milliard so'm, biznesga birinchi qadam dasturi doirasida 997 ta holatda 26.6 milliard so'm hamda mahalla loyihasi dasturi doirasida 1298 ta holatda 67.7 milliard so'm kredit mablag'lari ajratildi. Respublikamizda barqaror va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari ta'minlanganligi kambag'allik darajasini 2019-yil 23% dan 2023-yilda 11% ga qisqarishiga imkon yaratdi. Endilikda 2025-yil yakuni bilan kambag'allikni 6% ga qisqartirish maqsad qilib olindi. Farg'ona shahrida esa ushbu ko'rsatkich yil yakuni bilan 2.4% ga yetkazilishi belgilab olingan. Hurmatli prezidentimizning tegishli qaror va farmonlari bilan mamlakatimizda kambag'allik reyestri shakllantirilib, ushbu reyestrga haqiqiy ehtiyojmand va belgilangan me'yorlardan daromadi kam bo'lgan oilalar kiritildi. 1-avgust holatiga 4000 oila reyestrga olingan bo'lsa, kambag'allikni qisqartirish maqsadida mo'ljallangan tizimli choralar ko'rilishi va ularga barqaror bandlik sohasida ko'rsatilgan yordamlar evaziga o'tgan 8 oy davomida qariyb 1,5 ming oila kambag'allik reyestridan chiqarishga erishildi va bugungi kunda shaharning kambag'allik darajasi 2.6% ni tashkil etmoqda. Aholi bandligini ta'minlash borasida ham yetarlicha ishlar tashkillangan. Aholi bandligini ta'minlash masalasi nafaqat shaharda, balki butun mamlakatimizda faoliyatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'ldi. Jumladan 25-yilda shaharda 31.9 ming nafar, shundan 8 oy davomida 22.4 ming nafar ishsiz fuqarolarni bandligini ta'minlash orqali ishsizlik darajasini 5.1% ga kamaytirish rejalashtirilgan. O'tgan 8 oy davomida 24.7 ming nafar aholi bandligi ta'minlanib, belgilangan reja ko'rsatkichi 110.2% ga bajarildi. Farg'ona shahrida 2025-yilning o'tgan 8 oy mobaynida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar samarali amalga oshirildi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish borasida ishlarni mantiqiy davomi sifatida yil yakuniga qadar yana qator loyihalar amalga oshirilishi mo'ljallanmoqda.